Nexia 2 agili 2009 yili, holati juda tiniq, beskansaner, son stramilyor, metallari bor ekan. Akkumulyatordan hech qanaqa ishi yo'q deb aytibdilar, zo'r ekan. Holatlari tiniq turibdi. Balon holatlari ham yaxshi, kalpaklar qo'yilgan. Saloni ham bir sidra zo'r qilib qaydalgan ekan. Bir qo'l dehqon o'zidan qimmat chexollar qo'yilgan ekan. Probegi 250 ming, 2,5 kruk. Polni shumka bo'lgan ekan, 100 talik metani bor. Chexolligini zo'rdan qo'yishgan ekan. Mashina o'ta tiniq turibdi akalar. Egalar nomerlarini qoldiraman. Ko'rib, ko'rsatib tekshirib olasizlar. Mana shumka bo'lgan, orqalari ham shumka bo'lgan. Mashina urilmagan. Ikkitami, uchta joyda kichkina petnochasi bor ekan. Hech qanaqa udari yo'q deb aytibdilar. Probegini ham halol dedilar, o'zlaring ko'rsatib, tekshirtirib bemalol olaverasizlar. Mashina haqiqatan tiniqqina turibdi, metallari bor, yaxshi holatda. Xo'p, yana qolgan ma'lumotlarini egasini o'zidan telefon qilib bemalol olsanglar bo'ladi akalar. 2009 2,5 krug yurgan, metani bor, balon holatlari zo'r, saloni ham akkuratni saqlangan. Narxiga keladigan bo'lsa, aka naqdga bo'lsa 48 ga bitadi deb aytibdi. Generalni beriladimi? Berilar ekan generalni ham. Bemalol telefon qilinglar, pastki nomerlarni qoldiraman. Baraka qilsanglar bo'ladi. Mashina haqiqatan zo'r ekan.